Assalomu alaykum. Bugun snikers shirinligini pishiramiz. Birinchi bo'lib 4 ta tuxumni chaqib olamiz. Oddiy keks xamirini qilamiz. 1 stakan shakar bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. 1 stakan to'la emas yog' va 3 qoshiq kakao qo'shib, buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Endi navbat sutga 2 stakan sut qo'yamiz. Massani aralashtirib 2 stakan un elab sovuramiz vazdushni chiqishiga. Endi bir pachka razrıhli solib yaxshilab aralashtirib 220 gradusda 20-25 minutda pishirib olamiz. Nachinkasiga yarim kilo yer yong'oq, 200 gram sgushonka va 2 qoshiq qaymoq solamiz. Endi biskvitimizni xohlagancha shakl beramiz. Men uzunchoq qilib kesib oldim. Krem tayyorlab olamiz. 200 gram qaymoqqa 150 gram sgushonka solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Kameramni artmatman, bilinib qopti. Mayli, shunaqasi ham bo'lib turadi. Biskvitga kremni surib, ozgina muzlatib, endi nachinkani ustidan solib chiqamiz. Nachinka solgandan keyin ham sal muzlatib, endi shokolad qo'yamiz. Bitta plitka shokoladga 2 qoshiq qaymoq qo'shib eritib, pirojnini ustidan quyib chiqamiz.